أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. أما بعد. Ötkenki dersin devamı to'xtab واتفقوا على أن من شرط الأخذ بالشفعة أن تكون الشركة متقدمة على البيع. Şüfe talep qilishning bir sharti shirikchilik shirikka yat xaridaga setilishdan ilgari bo'lgan bo'lishi kerak. Ya'ni shirik bo'lgandan keyin ondan shirikka o'zining nisbasini yatadaga setib ondan talab qila oladi deb ittifoq kelgan. Bu keyin shirik bo'lgan bo'lsa setib bo'lgan narsa munosabatsiz. واختلفوا هل من شرطها أن تكون موجودة في حال البيع. Yani ixtilaf bo'lgan masala satqan chaqda shirikchilik bormi yo'qmi? Agar bog'lab qolganda ba bo'lishi shartmi? Shufa talab qilishqa dedi. Va an takuna thabitatan qabla al-bay'. Thabita qabla al-bay' degan ilgari gap aslida. Nima? Shirikchilikka burun batda shu savol bo'lgan vaqt shirikchilik bormi yo'qmi? Masalan, bu shirikchilik va setishi ilgari shirikchilikda olib ketib qolgan bo'lsa, Şöyle ketken bolsa o keyin satsa onun münasebesiz. Sabite kabul etmeden yukarıdan ittifak var. Şu aşağı topsa oldu. Vaktalafu hal min şartiha en tekune mevcudeten fi halil beya. İlgiri o setisi ilgiri şirikki yani satkan çağının üzde bağımıttı yok mutti bağ buluş gerek mi diyen mesela. فأما المسألة الأولى وهي إذا لم يكن شريكا في حال البيع satqan chaqda shirik bo'lmagan bo'lsa وذلك يتصور بأن يكون يتراخى عن الأخذ بالشفعة بسبب من الأسباب التي لا يقطع له الأخذ بالشفعة حتى يبيع الحظ الذي كان به شريكا. Bu öz shirik bo'lgan bir parchani satqanga qadar kes masalan shipiqi shaqqi bor deyilmaydigan unda bir ahvol bo'lib qoldi deydi. Ma'lum sabablar tufayli Neticede andın şifilik hakkını talep kılırsa keşif gitip kaldı. Bir ahval bulap kıldı. Buna misal vergen olsa aydınlaşıdır. Farava eşhab enne kavle malikin ihtilafe fi dalik. Famarratan kâle lehul aklı bis şif'a ve marratan kâle leyse lehu dalik ve ihtâre eşhab en la şif'ate lehu. Şıkkıda rivayetler İmam Malik'ten. Ahir üze şif'a hakkı yok diyen karşını tallaptı. وهو قياس قول الشافعي والكوفيين. مش قراش إمام شافعي'nin karşıyken karşı del okumasın lekin İmam Şafii'nin karşında kıyas boyunca elip gelsek müşün takazza kıldı demek. والكوفيين yani İmam Ebu Hanife ve Kuf ahlinin karşı ve İmam Ahmed'in karşıymış o. Demek müşahit cumhur azı. Cumhur alimler müşüne karadı. La şuf'ate lehu diyen karşı. لأن المقصود بالشفعة إنما هو إزالة الضرر من جهة الشركة منها وهذا ليس بشريك. يعني ما قاش صودنا قيغان شغدا يات أدم بستلتكن شغدا bu adam şirk emesken. Daha önce bunun da çıkan ziyan kemmeydi o. Şüpheden maksat ziyanın saklanıştı. وقال ابن القاسم له الشفعة إذا كان قيامه في أثره. ابن القاسم şefelik aktabaat etti. İmam Malik'ten kelgen bir rivayetini tallaptı bu. İza kana qiyamuhu fi athari. Qiyamuhu degan qiyamuhu bil mutalabe bil şif'a degan. Fi athari. Şunda satqan amallam aqdillam zade şunda şebiliga qitilab qilsa, şebiliga qibar etdi. لأنه يرى أن الحق الذي وجب له لم يرتفع ببيعه حظه. Bu başka mı ya? له الشفاء إذا كان قيامه في أثره. هذا يتراخى ديان يبي مناسب مش. يتراخى ديان سال كيشكتبه. معلوم سبب تلمش. talep etmek için. Çünkü bu sebeple layıklarına asmış. Asli şirk bu. Şirk. Lekin şirkçilikki shunda üzlay deb bir ishni bulayotgan chog'da bu shirkka g'achchida o'zining nisbasini setib. Yo'q, bu yerda g'achchil bu shirk emas degan bo'lmaydigan, shirkni degan bo'lmaydigan. Bunda bir orliq qolgan bir chog'da setib qolgan bo'lsa, ana bu shirklik haqqini talab kechikkan bo'lsa, shirklik haqqi yo'q degan bo'ladi. İmam İbn Qasim debdi, "İza kan qiyamuhu fi athari." Yani bu beklam kechiktirib o'tmay
Shunda satgan amallam g'achida men shepilik haqqim bor talab qilaman deb tezroq degan bo'lsa, shepilik haqqim bo'ldi debdi. Ya'ni bu mu, ya'ni jumhurning o'ziga yaqin. Chunki jumhur kechikkan bo'lsa, yo'qdi dedi. Va kechikmay tizlam talab qildi, shepilik haqqi bor degan gap chiqdi. لأنه يرى أن الحق الذي وجب له لم يرتفع ببيعه حظه. Mana o'zining nasibasini setayotgandan keyin mu esa setishdan ilgari yoki qo'ldan chiqishdan ilgari buni shepilik haqqi bordi. Shepilik haqqi bor holatda turib bachchini bo'zini setib qolgan ekan, o'zining nasibasini setayotgan bo'lsa-mu shepilik haqqi qolib qolgan bo'ldi debdi. لأنه يرى أن الحق الذي وجب له يعني للشفيع للشريك شنما لم يرتفع وكترلب كتمده ببيعه حظه özünün nesibisini setişilen kötürlep ketmedi. Bu hazır özünün nesibisini koldan çıkarıyor tuttu. Lekin koldan çıkıra şu arlık tutulan çağda şirike özünün nesibisini setetken bolsa bu gachcha setib qopdi. Setib qolgan bo'lsin, shepilik haqqim bordi. Shu chaqda men to'liq buningdan ajrab ketmagan, sen nisban satgan chaqda mening taqa masalan ayrilmagan chaqda mening haqqim bordi deb turib olmoqchi ekan. Lekin bu qo'ldan chiqarib bo'ldi natijada. Endi o'zining mulkini qo'lga chigizsa, undan shepiyolar. O'zining mulki qo'ldan chiqarsa, o'zi ma'lum shirkchilikdan chiqayotgan odam bo'lsa, buning yerimini qanday manshapitini deb da'vo qildi. Mana va hada laysa bi sharik degan shu jumhurning qarashi, dad urulliq. Bu shirik emas hozir. Lekin ashadam shirikka bizni sataman devjigan chaqda buning azroq shirikchilik va munosabat shu chaqda. Uzun kesil shirikchilikdan chiqib bo'lmagan vaqtda. Lekin hozir hamda bu odam sadiq qilib hozir shepilik talab qilaman desa bu shirikmi? Shirik emas. Yat bir odam bu. Shepilik talab qilinmaydi demak. Undan bu jumhurning qarashi aniqlamamda shepilik haqqi yo'q. Tash yuqorda bisabab min al-asbab allati la yaqta'u lahu al-akhdh bish-shuf'a hatta yabi' al-hadza alladhi kana bihi sharikan. Demak, shepi talab qilishni keskin haqqi bor degan bir chaqda bu shepilikni talab qilmay o'tkazishdan oxiri o'zining nisbasini to'liq setib chiqib qoldi bu. Chiqib qolgan ekan, yo'q, sen uyni sotgan chaqda mening shirikchilikim bordi, bro, deb turmoqchi ekan. وأما المسألة الثانية فصورتها أن يستحق إنسان شخصا في أرض قد بيع من قبل وقت الاستحقاق شخص ما. الإشكال مثلا bir zamandan bir qismi setib bo'libdi. Setib bo'lgandan keyin bu odam bu zaminga qolib qolgan zaminga shirik bo'libdi. Masalan, uyning bir qismini va bir og'iz uyni bir odam olib bo'libdi. Bo'lgandan qolgan qismiga shirik bo'lib chiqibdi bu. Chigandan keyin shu burun setib bo'lgan uy shirikchilik bilan shepilik bilan olibdan deyishaq qilgan. Chunki u uy setib ketgan chaqda shirik emasdi bu. Keyin chigan. مش مثلا هل له أن يأخذ بالشفعة أم لا؟ فقال قوم له ذلك لأنه وجبت له الشفعة بتقدم شركته قبل البيع. شرك لك أقبالته لأنه وجبت له الشفعة. الشفيلك واجب لك بتقدم شركته قبل البيع. واستحقاق ينازل ستلشمس. Bir zamandan bir parçasını bize setib qopdi. Setib qolgandan keyin turiblam bir odam shu zaminda haqqi bo'lib qopdi. Masalan, yo miras jihatdan, bu falonning zamini ekan, va falonning dadasining qolgan zamini ekan bu deb yoki taqsim qilingan mirasni masalan mening mulkimda setib qilgandan keyin ana bu mulkninki boshqa miras bo'lan haqqi ekanligi isbotlanib bu haqqi bor chiqib qopdi dedi. Istihqoq degan shu. Haqqi bor chiqib qoldi. Mesela zaman bir adam dadamdan qolgan deblan yerini setayotman. Setayotgandan keyin dadasidan yana bir o'g'li chiqib qoldi bu yerda. Chiqib qolgan ekan, bu zaminda o'g'limni haqqi bor chiqib qoldimi? Qolgan bu o'g'li kelib, ay setib ketgan zaminni men hozir uyninki zaminning bir qismiga haq qildim. Qolgan men shirik unda sen bilan sen bir qismini setib tutsaman haqqimni ilgari men shepitdim ashuni men shepilik haqqim bilan talab qilaman deydi.
لأنه وجبت له الشفعة بتقدم شركته قبل البيع. Satishdan ilgari bu miras siyati buni haqqi satquchi bilan bu shirkda aslida. Chunki ikkaylan dadasining qolgan miras ustida bo'lishdi aslida buni haqiqatda. ولا فرق في ذلك كانت يد عليه أم لم تكن. Yani şu uyni, şu ziminni qulga olgan bo'lsin, olmagan bo'lsin, zot buning haqqi bag'iti yo'qmi? Setlishdan ilgari buning haqqi bor dedi. وقال قوم لا تجب له الشفعة. Yani bazılar şebilik hakkı yok debdi. لأنه إنما ثبت له مال الشركة يوم الاستحقاق. Bu debdi şu haqliq bo'lgan kuni, bu falanning bolasi ekan, uning mirasda haqqi bor ekan deb shu haqqi isbotlangan kuni endi shirk bo'ldi. Undan ilgari shirk demaymiz uni deb. قالوا ألا ترى أنه لا يأخذ الغلة من المشتري. Biz ko'rdingmi? Bu mushtari masalan shu zimindan usul olgan bo'lsa, usulni tanshirikma deb usulni ilib olgan ish yo'q. Yani shirk emas degan gap chiqdi mana. فأما مالك فقال إن طال الزمان فلا شفعة. Zaman uzrak etib qolsa şebilik yapıyor. وإن لم يطل ففيه الشفعة وهو استحسان. وأمدا منابر مش مناسب كان دب بقان gibi كان من مال. وأما متى يأخذه وهو له الشفعة قچن şebilik hakkı talep kılıdı diye mesele kelsak, mesela şebilik hakkı şunu buldu. Bo'lgan ekan qachon talep qildi? Darhol talep qilish kerakmi yo kechikib so'rabroq talep qilsin bo'lamdi? فإن الذي له الشفعة رجلان حاضر أو غائب. Yani şebilik hakkı bo'lgan kishi, yani şafi' bu ikki turlik bo'ldi. Birinchisi shu joyda, shu ziminning qishdi ba'da, yana birisi ziminning qishdi yo'q, safar qilib ketgan. فأما الغائب فأجمع العلماء على أن الغائب على شفعته ما لم يعلم ببيع شريكه. Safar ketgan, birga ketgan g'oyib odam bo'lib qolsa, olimlar ijmo keldi. Shirki o'zining nasibasini setayotganligi uningga ma'lum bo'lmasa, hukmat bu, xabar yo'q ekan. Qachon xabar taqsa, shirklik talab qilish haqqi bor deb ijmo qilgan. Vaqtalafu idza alima wa huwa g'oib. Lekin ajrat turib xabar tepib, shirkining unda setayotganligini xabar tepib bilgan bo'lsa, u shirklik haqqi bo'ladimi bo'lmaydi deganda ixtilof qilibdi. G'oyib bo'lib agar muhafazda umri Ötkülüp geçsin yani tatlı olalar şebilik yapın. Yani bilip de mesela bazı sebunlarda da şirklere azimini falan sedivette ise anlattığımız. Ya haberde körüp de şurada kerevde gizli körüp de mesela. Yani ki fakale kavmun teskutu şuf'atuhu. O haber tepip şebilik terakumanı iken boldu kette edipti. Kavmun diyen müşahede Şafii mezhebindeki bazı alimlerin ne demek ki? وقال قوم لا تسقط. Bazı alimler ya şebilik hakkı tüketmeydi o depler. Yani ya da demek ki onu cumhur mu? Kavmun. İkinci kavm. La teskutu hakkı şifa. Ve huve mezhebi Malik vel cumhur Müslüm. İmam Malik'in mezhebi cumhurun karışıyor. Vel hüccetu lehu ma ru'yani Nebi sallallahu aleyhi ve sellem min hadithi Cabir radıyallahu anhu ennehu kâle el caru ahakku bisakabihi. أو قال بشفعته ينتظر بها إذا كان غائبا. الجار أحق بسقبه كان بوادس متفق عليه لكن لفظ أمم. الجار أحق بسقبه. demek o g'oyib bo'lsa ahaq qo'shni o'g'ilni ekan. Bu hadisning yana bir rivoyatida al-jaru ahaqqu bi shuf'atihi yantaziru biha idza kana g'oiba deb kelgan. Bu shuning kitoblarida rivoyat qilgan hadis bu. الجار أحق بسقبه متفق عليه حديث. يعني المحادثة الجار أحق بشفعته ينتظر بها إذا كان غائبا إذا كان طريقهما واحدا للكامل. بلا مشاهدة سن بالخطو يعني لما قبا دينجا. وأيضا فإن الغائب في الأكثر معوق عن الأخذ بالشفعة. عند غائب بغادم يعني سفر يشكت كادم هو شبيلك طلب قلش قلاي أمسنه توصل قول باش نما طلب قلشتا nega verib deydi, nereden talep kıldı onu? Baş mı devlet diken? Kas organ göre talep kıldı. Tashvish. Fevacaba udruhu. Davaniken o mazur görüşümüz vacip oldu. Vekil? Vekil olan şun aslında vekalet beceriş lazım.
u anda o chet elda vakolat bajarib, uni tasdiqlab, uni tarjima qildirib, ivatib, uni yana gumjum qildirib, nima avarchilik qildi. O'g'licha sizdan xabar topgan bo'lsa, kelish mumkin bo'lmasa, o'g'li yoki dadasi. Shu o'g'li vakil qilalimda, o'g'lini vakil qilalimda vakolat lozim bunga. O'g'li o'rnida turdi deb unday bo'lamda. Yani ta'sir, safarda başka bir şahada, başka bir yerde onun idarelerini, onun hükmaydı. Bu şahının idareleri emasın. Qasiyaga berib, onun falan jutumunda ambat şirkini sertifikat men shuni sheplik taraf qilmadim da. Ta'sir. وعمدة الفريق الثاني أن سكوته مع العلم قرينة تدل على رضاه بإسقاطها. Köpçülük yaptı, bilgen diken, baş bir iş kılmagan diken bu. Baş bir resmiyet kılmayacağım tuğdu. Tuğallıkta şu razılıkının ispatı yaptı. Yani bilgen bolsa da iş kılmayken mi azizce, şu kılmagan çağıp tutacağımız olan da cümle koyun belki. وأما الحاضر فإن الفقهاء اختلفوا في وقت وجوب الشفعة. Yani şu soru boğan sorundu bakiyen. Bağ çağdan kaçan taraf kıysa hakkı buldu, kaçan taraf kıysa hakkı bulmaydı diyende Allah ihtivatışıp kaldı. Fakat Şafii ve Ebu Hanife İmam Ahmed mu müşhurluğundan billah. Hiye vacibetun lehu alel fawr. Yani derhal taraf kılış gerek. Şu sorunun üstünde haber taptı mı ya üstü tuğdu. Karab tuğan diken, soru dışı atkan diken ya bunun şebelik hakkın bağ dıplam şahada taraf kılışı lazım değil. بشرط العلم وإمكان الطلب. Bu iki şart lazım. Birincisi aniq bilish lazım. Bilmayamdi. Başqa bir gap bilan bulab qilib, nerede so'rashgan bo'lsa, xabarsiz qilib, talab qilinmagan bo'lsa, e'lom haqqi bor. İmkoni talab degan talab qilish haqqi bor. Masalan, tamoq yeyotgan bo'lsa, gap qilishimiz yo'q holatda bo'lsa, uni xabar topganda so'rash bo'lib ketsa bo'lmaydi. Ha? Masalan, ya doktorxonaga mijoz yo'q, gap qilolmaydigan chog'da so'rashgan bo'lsa, talab qila oladigan holatda bo'lsa deydi. Talep kılalı halatı bular bilip andın gepsiz kılmasa, talep kılmasa şepelik hakkı qo'ldan ketdi demek. İmam Muhammed bin Hasan Şeybani bu şu sorunla dedi. Mecliste şu sorun qo'yib ketmaganlar bo'lsa şepelik hakkı talep qilish buldu dedi. Mesela xiyarın meclis degan gap bor, shunga o'xshash. Fa in alima wa amkana talab, bilib tur. Nima jumhurning qarashida bilib va talab qilish imkoni borken, lekin talab qilmabdi. Batalat shuf'atuhu qo'ldan ketdi. Illa anna Abu Hanifa qala in ashhada bil akhdhi lam tabtul va in taraqa. Shu chaqda bir necha guvohlik qo'yibdi. Men shabilik talab qilaman, guvohman. Buni olaman deb ikkalanini guvohlik qo'yibdi. Shu chaqda talab qilmabdi lekin ikkalanini guvohlikni talab qilish niyatim bor bilib qo'yaman degan bo'lsa mayli kechiksinmi haqqi bor. Shunga u chaqda men buni bilan haqlashib idoralik berib rasmiyat bajarib unda so'da qilgan hozir ishim aldirash. Ya'ni imtihon beryapman. Ya jiddiy mashg'ulotni o'qiyapman, lekin 4-5 kundan keyin baka olgandan keyin cho'qim shekillarga talab qilmadi, ishkani guvoh qo'yib, o'zining tanozul qilmaganligini hujjatlab qo'ysa bo'ldi dedi. Endi bu shufiylar mesela ijro bo'lmadi, ijro bo'lmagan keldi. Baş tartib topqanda satuvchi farzand ishlarni satuvchi yani shabilik haqqini inkor qildimi? Inkor qiladi. Bu sud masalasi. Biz hozir bu yerda islom shariatida hukm qilgan qozixonlar bor, islom davlatidagi bo'layotgan gap ma'lum. Buna tush oxiratga va jazo tashkili. Shu haqni haqqini bermay turgan bo'ldi shu. Hadi vayz haytib jumlalar vayzlar farz. Hozir bu odam bermay tursa, biz qanday qilamiz? Bermadi deb unda amri ilalloh deb o'taman. Qozixon ko'riblar, ajrimni ustida da'vatchidan gap. Qozixonni daqirtidan majbur qilib turdi. Shar yo'q. Ya hozir bu normal ahvolimda. So'zlar kimisining nasib bo'ldi hozir vaqtida. Islom shariati to'lg'an bir haq, tushunaman. Men hozir haqqimdan maqsad. Asli bu musulmon. Islom shariati bo'yicha men haqqimni berish kerak bu va shuni kutamiz bundan. Lekin haqqimni yeyoldim-a? Qanday qilaman? Islom shariati bo'yicha hukm qilgan, haqqimni birdigan qozixon yo'q deb o'taman. Shu ba tuzum bo'yicha da'vo etib oladigan bo'lsam, olaman shuni. Chunki islom shariati shu huquqni qo'llaydi. Agar shu huquqni qo'llab turadigan shunday bir tuzum bo'lsa, shu bo'yicha ilishtirishimiz tashlab qo'ymaymiz.
Undaki İmam Muhammed ibn Hasan şu sorunda ifadesini bildiriş kerak. Eğer şu sorunu gap söz qilmaylam o'tib ketib qolsa, shepirlik haqqi qo'ldan ketadi dedi. İmam Abu Hanifa mesela şu kishi aldirash bo'lib qolib, hozir shepirlik haqqi talab qilib rasmiyat berib bunday qila olmayman. Men atogin vaqt chiqargan vaqtimda cho'qim shepirlik haqqini talab qilib da'vo ochma deb chiqargan guvoh qo'yib, shu gapni hujjat qilib qo'ysa, shepirlik haqqi qo'ldan ketmaydi dedi. وأما مالك فليست عنده على الفور بل وقت وجوبها متسع. İmam Malik ya bu şebelik hakkına derhal talep kılması mı? Vakti azadı var. Kaçan kalırsa talep kılması buldu. Yani malum bir müddet kişi talep kılması buldu demek için. Muttesa'un diyene. Bu da namazdan vaktideki mesela hazır azan çıkanı ki 10 minutinki okusak mı buldu? 20 minutinki okusak mı buldu? 20 saatinki okusak mı buldu? Lekin onun yani bir cheki var. Yani bir namazda vaqt sirib qolgan qadar yoki shu namozda vaqt ketganga qadar. Shunami? Endi Imom Malik siz qachongacha shepirlik haqqi bor deysiz, uni ma'lum cheki bormi yo'qmi deb so'rasa, shunday ekan, "Waqtulifa qawluhu fi hadha al-waqt hal huwa mahdudun am la?" Cheki bormi yo'qmi deganda gapi bir qancha xil kelib qoldi. Famaratan qala wa ghayru mahdud. Cheki yo'q debdi. Ashadam o'lgan qadar yoki qachon talab qila oladi deganda gap qildi. Va annaha la tanqatu abadan illa an yuhditha al-mubta'u bina'an aw taghyiran katiran bi ma'rifatihi wa huwa hadirun 'alimun sakit. Qachon shu shepirlik haqqi qo'ldan ketadi desa, qashadan qarab turib, bilib turgan ahvolda shu zaminni setib olgan odam qurilish qilib, binosida cho'ng bir o'zgartish paydo qilsa, shepirlik haqqi qo'ldan ketdi deydi. Demak, buni bir qilamda ma'lum chaq qo'yibdi hozir mush rivoyatni. Wa maratan haddada hadha al-waqt farwi anhu as-sana wa huwa al-ashhar. Ba'zi bir o'rinlarda, masalan, imomlar kitoblarida masalan, bir yerda bir nima so'ralgan chaqda bir qarashni dedi. Yana bir o'rinda shu masala so'ralib qolsa, ya bir necha yildan keyin uni javobi yana boshqacha chiqib qoldi. Shundan bu necha xil so'zlar kitoblarda kelib qoladi. Yana ba'zi bir o'rinlarda, ba'zi bir shogirdlarning rivoyatlarida 1 yilgacha degan qarashma kelibdi. Yani 1 yilgacha shepirlik talab qilish haqqi bor. 1 yil o'tsa bo'ldi ketdi. Va huwa al-ashhar. Bu Imom Malikning kelgan mashhur rivoyat ekan. Va qila akthara min sana. 1 yildan ko'proq degan qarashma yo'qdi, ojizroq qarash, muqobil al-ashhar rivoyat. Wa qad qila anhu, yana bir rivoyatda, demak hozir rivoya al-mashhura va al-qawl al-mashhur shunama, ondan muqobil al-mashhur hozir ikki xil qarash. وقد قيل عنه إن ال5 أعوام لا تنقطع فيها الشفاء. هو 5 yilgacha to'xtatdi. O'tgan rivoyat 1 yil degan. Ma bu 5 yil qadar shepirlik haqqini talab qila oladi demoqchi ekan. Albatta shu jumhurninki qarashi jalliqim. واحتج الشافعي بما روي أنه صلى الله عليه وسلم قال الشفعة كحل العقال. İmam Şafii hadisden delil ko'rsatib o'sha qarashiga الشفعة كحل العقال degan rivoyatni kelibdi. Bu الشفعة كنشطة العقال degan rivoyat aslida. İbarasi hadis kitoblardan boshqacha kerak. Shifa degan xuddi masalan og'amchini chigib yashganda shu chalgach chigibsan, bog'lassan, bog'langan bo'ldi, shu chalgach yeshibsan, bo'ldi yeshib ketgan bo'ldi. Shu yerda qara qilsa, gachcha qara qilgan narsa demakchi. Bu hadis İbn Majah ve Bayhaqi rivayet kılınıp aciz, daif cidden. Ve kad ruya an Şafii enne emadaha 3 ayyam. İmam Şafii'den yani bir kelgan qarashda 3 kungacha o'ribdi. Odatda 3 kungacha tanlash ixtiyorlik qilib oladigan ba'zi nima bor emasmi? Shariatda bir nima bor. 3 kun deydigan bir bekitish bor. Undan 3 kungacha deb biqibdi. İmam Şafii 3 kunni qiyamati qo'shibdi yoki o'sha zaybet so'zini dalil qilib İmam Malik'ninki u g'ayr mahdud deganlikdan asos qayt bo'ladi. Bu delilni taqa bayon qilmadi hozir qadar. Belki ayg'ida bayon qiladi. Wa amma man lam yusqit ash-shuf'ata bis-sukut واعتمد على أن السكوت لا يبطل حق امرئ مسلم ما لم يظهر من قرائن أحواله ما يدل على إسقاطه وكان هذا أشبه بأصول الشافعي.
Men lam yusqit shifa bis-sukut degan kimning qarashida? İmam Malikning qarashi. Shunami? İmam Malik gap qilmay tursa, uni bilan shifiliga qo'ldan ketmaydi deganda. Ani gap qilmay tursa, bir musulmonning shifilik haqqi qo'ldan ketib qolmaydi. Faqatlamamda o'zining ba'zi bir ahvollaridan men bo'ldi voz kechdim deydigan bir ahvol ko'rilib qolsa, shu chaqdan qo'ldan ketibdi, bu qo'ldan ketmaydi degan hozir mush Imom Malikning dalili shu. Bu haqqun sabit. Haqqun sabit bo'lgandan keyin bu qachon qo'ldan ketadi bo'lsa, men zodi bu haqqimdan tanazul qildim, bu talab qilmayman degan bir ifoda usulda dedi. Ifoda bo'lmagandan keyin lamjim degandan keyin shu haqq ham turaverdi demoqchi ekan. Ya'ni bu xuddi anaqa nimaga o'xshash? Al-istishab degandek. Mushaq ba'mitda bor. Lekin bu haqqni qo'ldan ketkizadigan bir narsa chiqdimi, chiqmadi. Undan keyin fa va ala aslihi degandek. Ve kana hada ashbahu bi usul Şafii. Asli İmam Şafii'nin usullarga mushu qarash maskillikda demiş. Hozir o'rin olmuş bo'lganda. İmam Şafii asli shunda desa, bizning usul qoidasiga maskillikda dedi. Hozir İmam Malik shunda qarashni oldi. Mush qarash hozir undan qilsak bu xuddamda asli shu isbotlangan narsani o'zgartiradigan, ya'ni bir nima kelgicha shu o'z oldida qilib qoldi, ya'ni istishab deb qo'ysak bo'ldi buni, bir turli istishab. Mushu İmam Şafii'ning usul qoidasiga bak maskildi. İmam Şafii buni tutmay, İmam Malik tutdi. İmam Şafii qanday maskildi bo'lsa, li anna indahu annahu laysa yajibu an yunsaba ila sakitin qawlu qa'ilin. Çünkü gap qilmay lamjim demay turgan odamga bir narsani biz manda dedi yoki haqidan tanazul qildi deb u bir narsani mansub qilish mumkin emas. La yunsabu ila sakitin qawl degan bir qoida bor. İmam Şafii mush qoidani o'ttirib chiqargan odam o'zi shu. Shuni da aytmay gapni. Wa in taranat bihi ahwalun tadullu ala ridahu. Razılıqını bildirdigan ba'zi bir ahvollar ko'rilib qolsa-mu, lekin gap qilmay turgan ekan, bu odam hozir shu faqatdan tanazul qildi deyilmaysa. Walakinahu fima ahsabu i'tamada al-athar. Lekin mening o'ylashimcha İmam Şafii o'sha hadisga tayangan bo'lishi mumkin. Unda hadis bo'lgandan keyin usul qoidasida qo'yib o'sha hadisni to'yadigan bo'lishi mumkin. Lekin bu hadis hozir daif jiddan. Sizlarga shunday ekan? Asli tahqiq qilibdimi? Daif debdimi? ضعيف جدا. فهذا هو القول في أركان الشفعة وشروطها المصححة لها وبقي القول في الأحكام. شفنا شو تد أركانه وقندا شرطات biz to'g'rildi degan masalasida biz to'xtalib qoldik. Endi shufa ahkamlari to'g'riliq to'xtalamiz. Al-qismu thani al-qawl fi ahkam ash-shuf'a. Wa hadhihi al-ahkam kathiratun walakin nadhkuru minha ma ishtahara fihi al-khilaf bayna fuqaha al-amsar. Albatta shufaning ahkamlari furuat kitoblarida tafsili bayon qilish nurg'un ahkam. Lekin bu kitob o'zining qoidasi bo'yicha mashhur masalalarni va mantiqqa bevosita munosabatli bo'lgan masalalarni bayon qiladigan bo'lishda mushiningdimi shunda mangdi. Famin zalika ixtilafun fi mirati haqqi ash-shuf'a. Shafilik haqqi miras qilamdi, qilmamdi degan masala. Bizda shafilik haqqi bir odam bor. Bu odam ko'p o'lib ketib qoldi. Shafilik haqqi talab qilay deb turib o'lib ketib qoldi. Ondan uning o'g'li yoki varislari shu odamning o'rnida qozixona borib shafilik talab qila olamdi deymiz. فذهب الكوفيون إلى أنه لا يورث كما أنه لا يباع. Hangi mazhabchilar yoki ularlar billah ko'pchilik fuqarolar bu miras qilmaydigan haq xuddi setilmag'ini o'xshash. Xuddi hozir setilmaydiganlikqa qiyos qilib da'vat qildik. Buning dalili qiyosga o'xshash gap bo'ladi. وذهب مالك والشافعي وأهل الحجاز إلى أنها موروثة قياسا على الأموال. bunu qiyos qildim. Bunun dalilini qiyos iborat. Mol mulkka o'xshash bu miras qiladigan haq demak. Vaqat taqaddama az-zuqurda yurat degandek bir gapni qilib o'tgandi. Shunami? Sababul xilaf fi hadhihi al-masail fi mas'alati ar-radd bil-ayb. Mush masalalarda talashda sabab bo'lgan ishlarni biz ar-radd bil-ayb degan masalada bayon qilib bo'lgan. Mesela bir adam bir narsani setib oldi. Mesela bir mashinani setib oldimi? Setilib shunda uyga kelib bu mashinaning jiyatlari chataq ekan. Yani bir deb bo'g'chilab ketib qoldi. Lekin qolgan mirasxo'r
Varisi dadam mashina olibdikan, buzuqgan bu deb opirib bersa, mush yandirib berishgan. Buzuqgan deb yandirib berish haqqi. Shu meros qo'l meros qalamti degan masala biz bahs qildik. Shu kitobul bu yoqdan bahs qildik. Shunga o'xshashamda mushadim. Wa min ikhtilafun fi uhdati ash-shafi'. Hal hiya 'ala al-mushtari aw 'ala al-ba'i'? Uhda degan gap o'tgan bir mudda chiqdi. Nima? 7 kunlik ahdisi var degan masala bir nimada o'tib ketdi. Kitobul bu yoqda o'tib ketdi. Madinaliklar 7 kun, 3 kun ahda vardi-ku. Bu shu Maliki mazhabga xos bir atalg'u. ومن اختلاف في عهدة الشفيع هل هي على المشتري أو على البائع؟ ضمانdak. عهدة الشفيع degan hozir mishada shepi shu uyni shepilik talab qilib setib oldi bu. Setib olgandan keyin bu setib olgan zimin boshqa birisining haqqi chiqib qoldi emasmi? Asli bu tigi mushtarining emas ekan. Mushtari setib oldim deb turdi, lekin setib olgan odamning tigidan chataq chiqib, asli bu boshqa bir odamning mulki. Shundan bu mening yerim bu deb tulangan bir joydan turib, mening yerim ma bu sen nerdan kelib o'tding deb tortib olaman deb qolsa, bu kimni tonish kerak? Shirkini tonimda shirk setayotgan to'g'rimi? Yoki setayotgan, ya'ni shirkdan olgan mushtarining tonimda kimni toniydi degan gap. Hal ya'lal mushtari mana. Yani bu shafi hozir kimni toniydi? Mushtarining tonimda aw alal bay'. Sotuvchi, ya'ni o'zining shirkati-ku. Shu mushtariga setayotgan shirkin tonimda. Faqala Malik va Shafi'i, Imom Ahmad billah, yani jumhur deylar, ya'lal mushtari mana. Demek bu ziminne şirkim setvetdi müşteriye. Çünkü ben şibilik davası kılıp müşteriden kulağımı aldım. Edip tursam bu zimin menimde de bir ilgisi çıkıp kaldı bu zimin. İlgisi çıkıp kaldı ki benim kulağımdan gidip de kulağımdan tartı aladı bunu. Tartı aladı ki ben de hakkımda kimde alıma müşteri yani meşfu aleyhi. Aşını bu senden setip alma ziminne. Şibilik hakkı olan. Zimin falanın zimniyken ilgisi kaldı kulum töle deb tunumdima yoki meni shirkimni mushtariga setib shirkimni tunumdima yani zinimni nerdan tilib olinman demakchi shafi mushtari bayonlashib demak hozir men kimni qashvaraman misha ixtilof bor ba'zilar bayadini deydi ba'zi mushtarini tuniydi deydi hozir qarab turaman jumhur ya'lal mushtari debdi nima uchun şu şafi' yani şafi' bu ziminni kimdan olgan? Müşteriden setib olgan. Qo'lini toniydi degan gap bor tijoratchi. Bu müşteriden setib olgan ekan, müşteriden tashqari mazmunni menga sotqanda, men sendan olgan. Bu paloni men ilgisi bu ziminni deb mendan tortib oldi. Pulimni to'la deb aniq ish bordi dedi. Va jumhurning qarashi. Va qala ibn Abi Layla ya al-bay'. Ya qashu ziminda mushtariga setilayotgan shirki shuni qashqi bordi dedi. Bu umdati Malikin İmam Malik ve cumhurun qarshidaylar, cumhur bilan birga İmam Malik. Anna shifata inma wajibat lish-shariki ba'da husul mulk al-mushtari wa sihhatihi mana. Mushtarining qonunlik mulki bo'lib, mushtari ba'dan setib olgan-ku, shirkimdan setib olgan. Uning mulki bo'lib qoldimi? Bo'lib bo'lgandan keyin men shu haqda talab qilib ondan mushtarining qo'lidan oldim. Undanki hozir men kimni tanishim kerak? Mushtarini tanishim kerak. فواجب أن تكون عليه العهدة. Undanki mushtari kildi bu to'lam dedi. وعمدة الفريق الآخر أن الشفعة إنما وجبت الشريك بنفس البيع. Bunu deydi aşı şirk, aşadının şirki müşteri yap bir adamga setayotgan chaqda shepilik haqqi shuni bilan isbotlangan. Birinchi savdo bilan isbotlanib ketgan shepilik haqqi. Ya'ni binafsil bay' lil mushtari demakchi. Fatruha ala al bay' faskhun lahu. Davom ekan turuha nimadan gap qilishi? Faturu shuf'ata ala al bay' shunda sotgandikilar shepilik haqqi isbotlanib ketgan bo'ldi. Savdoning ustiga shepilik haqqidan kelib qolganligi savdoni buzib o'tganlikdan iborat. Demak, savdoni e'tirof qilmaymiz. Demak, asli bu kimdan olgandek bo'ldi desa, ba'dinlar shirkidan sotib olgandek bo'ldi. Va aqdun laha. Faskhun lahu va aqdun laha. Ani buzib yana savdo qilgandek bo'ldi.
Şarkı müşterinin satmagan olmaydı, tatmagan oldu da hukuk ne? Setçi oldu. Müşteri şunday deydi. Ticaret hazır müşteriler bağışıklıca degan oldu. Maqarash deydi, şu sodini shunda satqanchiqlam shipilik haqqi isbotini bilan men u sodini bekor qilyaptim dedi. Kallam taku. Navonikan yana men xuddi shu bay'atullam tashib olgandek dedi. Va aqdullah degan nima gap nima bu? Shu vaqt shekilli. Ha? Baya buzib shu binasi shu vaqt shekilli. Aqtish shu bilan Demak, buni jumhurninki shu qarashi to'g'ri. U so'da to'g'ri so'daydi. So'da to'g'ri bo'lmasa, shipilik haqqi degan isbotlanmaydi. Shipilik isbotlandi deyish uchun so'da to'g'ri bo'lishi kerak. Chunki satmasa, satmadi deb qalsa shipilik haqqi degan gap bo'lmaydi. Bivas bayinizda ikki davo bir davo chiqadi. Bo'lmasa müşteri bayinizda ikki davo Cumhurning qarashi kuchli. Ya'ni jumhurning qarashida shipilik haqqi keldi degandiklar, so'da to'g'ri bo'lgandi deganini dindan e'tirof qilishadi. So'da to'g'ri bo'lmasa, shipilik haqqi kelmaydi. Wa ajma'u ala anna al-iqalata la tubtilu ash-shuf'ata. Yemi adam ittifoqga bir o'rin bor ekan. Shirk emaslar, o'zining nasibasini setib, keyin g'ash yandirib. Yani bir so'da qilibdi, setibdi, keyin yana g'ash yandirib olgan bo'lsa, satgan chaqda shipilik haqqi isbotlanganmidi? Undan keyin pul yandirib olsa, shipilik haqqi bor. Yandirib olib qo'ygandan keyin men satsa buni, ma'lum yo'qni deb turalaydi. Men ra'a annaha bay'un va men ra'a annaha fasxun. Demak, ash iqalini yuqorida kitobda berdi biz. Bu yangi bir so'dimi yoki ilgirki so'dini bekor qilib o'tishmi deb olimlarning ixtilofini o'tgan. Ammo qanday bo'lsa hammaydan iqola qilgan ahvoldimi, yana shipilik haqqi tushib ketmaydi deydi. Xuddi satdan oldin iqola qilmagandeklar shipilik haqqi bo'ldi ekan. واختلف أصحاب مالك على من عهدة الشفيع في الإقالة. Yani o'zida iqola qilgan ahvolda shafi' qulga yandirib olgan ekan, bu shafi'amda bay'dan, shirkidan bu uyni setib oldimi? Setib olgandan keyin bu uyning egisi chiqib qoldi. G'ayvon bir egisi chiqib qolib, bu meni uyamma deb chiqib qolsa, mush ahvolda bu shafi'ninki zinni kim to'lab turdi, pulisini kim berdi? Desa, Qalib ibn Qosim al-Mushtari. Shu molni setib olgandan keyin mana shu birga kelgan ama setib olganchiga yandirib berdi. Yandirib bergan bo'lsa-mu, setib olgan chaqdikida mana mushtarini tunaykanman. Amaliyotda men pulni mushtariga berdim. Ha? Va sotuvchiga shirkimga berdim. Va qala ashab huwa mukhayyar. Ashab ixtiyorlik bor debdi. Ya'ni ixtiyorlik borligini alal mushtari yoki alal bay' deganda qasim tutishda ixtiyorlik bor debdi. شفيان اختلاف. ومنها اختلافهم إذا أحدث المشتري بناء أو غرسا أو ما يشبه في الشخص قبل قيام الشفيع. قيام الشفيع قبل مطالبة الشفيع بالشفاعة منه. شفيع أبو شفيع قاقم تلقلب من قاقم با زمن ما علما ديسي ilgari setib oluvchi bu uyga bino sotdi, qurilish qildi, ko'chat tikibdi, bog' ahyo qildi. ثم قام الشفيع بطلب شفعته. Ondan ashunday bo'lgan chaqda undan shafiy qilib, undan shafiyga qumba o'zining men olma deb turibdi. فقال مالك لا شفعة إلا أن يعطي المشتري قيمة ما بنى وما غرس. İmam Malik, İmam Ahmad billah bu debdi, aş bina qilib, qurilish qilgan ko'chatdagi odamga qurilishining va ko'chatlarining qimmatini bergandan keyin undan shafiyliklar ola oladi debdi. وقال الشافعي يعني إمام الشافعي بعض الشافعيات degan, İmam Şafii'ye nisbat berilishi hozir joyida emas. Sizning kitobda aslida qo'yganda bu ra'yul ba'd Şafiiyya, İmam Şafii emas. Bazı Şafiilar va İmam Abu Hanifa dedi, "Va mutaaddin." Bu adam bir tajovuzchi o'xshash, xalqning ziminiga uysilib olganda, ko'chatga olganda. Wal shafi'i an yu'tiyahu qimata bina'ihi maqlu'an. Hani shafi'i ash ziminni shafi'i haqqi bilan almoqchi bo'lsa,
Şepilik hakkını talep kılıp almakçı olsa, kanda kılış gerekse, ya şu kumuru ötülgen alattan, köşe dost kumuru ötümüz var, kumuru ötülgen, üy olsa, jıkı ötüp, yağaç taşlarını hesablıgan alatı şunun pulısını vermez, ya ki örvet, sağın öyünü örvet, çıkıvet, zimin lazım bana. Sen uyani pul to'lamayman deb turoldi. Bu tarihte müşterikle aş şefi olib qoldi mi? Ya müşteri ya. Ya xabar bor dedik mi ya? Ha, xabar borlatma. Ve sebebu fi ihtilafihim hem biyada talashlarning sababi nima esa taraddudu tasarrufil mashfu' alayhi al-alimi بوجوب الشفعة عليه بين شبهة تصرف الغاصب وتصرف المشتري الذي يترى عليه الاستحقاق. خد يا دم ده أش مشترينا قراء الشيء ويسلب نقولها وشفاء لن تلب قلش احتمال با من بو زمانه ستوالدم ستواغن بلن من ستواغن معامل قراء adamның aş şirki men ستواغن bu زمانه şeflik hakkı bilen kaç talep kılıp tatilish ehtimoli bor deb bilib turib uysagan ekan bu nimaga o'xshaydi bo'lsa xuddi birisining ziminini tatib bilan bo'ziga tatib mening ziminimda bilan uysilgan bilan o'xshash yana va tasarruful mushtari allazi yatra alayhi istihqoq yana nimaga o'xshaysa birisi bir ziminni setib olsa keyin uning egisi chiqib qolganga o'xshash egisi chiqib qolsa endi qurilish qilib bo'lgan bo'lsa chaqa saga uyani zimin bilan deyishga qilyapti. Amaliyotda mushazir mahalliy ittifoqqa qiyos qilyapti. G'asbmi ittifoq. Masalan, birisining ziminini tatib bilan uy silib oladi. Binodan birisi olsa, keyin qozixona mahkama shariat apramdunga appagan ekan, men binorim bor, majburdan qayerdan chaqavni deb chiqib o'tdim. Chunki sen tajovuz qilib olgan, xalqning ziminiga uy silib olamdan deb chaqiribdi. Ya. Xalqning ziminini silib olgan ekan, chaqtirib to'g'di. Yoki xolisa, ziminning egisi bo'zak o'g'adim. Bu mojiq pul xaylab uy sotgan, pulisini biray uyman qolsin desa maylitti. Demak, o'sha muxayyar degani Abu Hanifa shu g'asbatiga qiyos qilyapti. Yana egisi chiqib qolgan, bir yana olgan odam uy sog'an bo'lsa, egisi kelib bilan undan chaqdirsa, chaqtirib shart qilib deb uningga bu qiyos qilyapti. Ma ikkinchi qiyos sal jalliqroq. G'asbga tushmaydi bu. Sodi qilib olgan buni. Tushunami? Lekin egisi chiqib qolgan o'xshab qolgan. Shafilik haqida egisi chiqib qolgandek. Vaqat bana fil ardi va gharas. Mana egisi chiqib qolgan ekan, ziminga qurilish qilib, ko'chat tikib bog' ihya qilgan bo'lsa, egisi chaqaman deb ham chaqtirib o'tadi dedi. Va zalika annahu wasatun baynahuma. Ya mushu shafilik haqida hozir g'asbat bilan egisi chiqib qolgan ziminni setib olgan odamning o'ttirdiroq bir narsa dedi. Bunda bir qiyos qildi. فمن غلب عليه شبه الاستحقاق لم يكن له أن يأخذ القيمة. Demek bu egisi chiqib qolganlik tarafga bakrak mayil shu taraf kuchliq deb qolsa, u chaqda qimmat bilan olib qo'yolmaydi. Chaqtirib o'timiz degandek. ومن غلب عليه شبه التعدي yani g'asb qilib bilan tatib bilan xalqning ziminiga o'ysilib olgandek bunda tarafi kuchliq deb qarasa, qala law an ya'khudahu bi naqdihi chaqtiradi. Chaqada bilan chaqtirsa mayli. Aw yu'tiyahu qimatahu manquda. Chaqilgan holatda bu yog'och tashlari manch pulga to'g'ri keldi deb pulisini berib rozi desin bo'ldi demoqchi. Yani muxayyar degan gap shu. Albatta bunda shu jumhurning qarashi kuchli. İmam Malik, Ahmad, İmam Şafii, İmam Malik bilan birga cho'qim. Bu g'asbdan ijro qilindi. Wa min ikhtilafum idha ikhtalafa al-mushtari wa ash-shafi'u fi mablagh ath-thaman. Endi bu uy savdosi, zimin savdosi qilgan chaqda qo'shnisiga sotmaslik uchun, sherikiga sotmaslik uchun. Hozir sherik deganni jumhur, shu famasi sherik deydi-ku. İmam Abu Hanifa qo'shnini muqatta. Mana qo'shni sherik masalasida asli savdo qilgan bani yushirdiga ahvolga. Yani mush shirikiga sotmaslik maqsad. Ya qo'shnisiga sotib qo'ymaslik. Shunga boshqa odamga yerdan 1 million sotdimi, sotgandan keyin asli baho 1 million. Shebi 1 millionni berib, "Men olaman mana, pulim bor" deb tushsa, bu akad misolida bundan buni qanday qildi? 2 millionga sodlashdik biz deb turadi. 2 millionni chiqarib shirik ololmaydi. Shundan buni shufiliga qilib mahrum qo'ymoqchi bo'ldi, ahvoli bo'ldi. Şu yerden de baha neçpultu bir talaş kirib chiqdi.
فقال المشتري اشتريت الشخص بكذا. Şahs deganda mushu nasiba ulush deganda. Mush zimindagi shirikchilik yapgan ekan, mushu kishining nasibasini, mush zimindagi nasibasini men manch pul oldim debdi. Va qala Shafi'i bal ishtaraytahu bi aqal. Yo'q sen azan oldim buningda, rasmini dematsa deydi. Va lam yakun wahid min wa bayana. Ishkilisining faktimiz yo'q ekan. Ya bir chivar hujjat qilib unda adliyada hujjatlashgan manch pul deb qo'yganimiz yo'q. O'zaro yangi ish bilan savdo qilib o'tgan bu. فقال جمهور الفقهاء demak hech qanday isbot yo'q ishkillarda uning gapiga ishonmadi bu buningga ishonmadi jumhurul fuqaha to'rt imom o'shaning ichida al qawlu qawmul mushtari setvachining so'zi hisob 1 million setib olgan desa shu hisob 2 million setib olgan desa hisob lianna shafi'a mudda'in chunki shafi'ada bir narsani da'vo qilyapti wal mashfu' alay mudda'an alay ومشتري هذا مدعى عليه وخالف في ذلك بعض التابعين فقالوا القول قول الشفيع بعض التابعين بل كان عطاء ياكي سعيد بن المسيب بلش ممكن شو لا قول الشفيع سابدته لأن المشتري قد أقر له بوجوب الشفعة شنكي ستوا وچه يعني مشفوع عليه شافع قرطا سن شفيع بعد اتراب قلده خراب قلده وادعى عليه مقدارا من الثمن لم يعترف له به واترقمغان bir bahane da'vo qilib chiqqandek aziz Shafiy hozir 1 million deganni e'tirof qilmadi e'tirof qilmasa bu yo'q 1 million olgandim deb bir da'vo qilib chiqqandek bu muddai bo'lib qolgandek ahvol bor edi hozir bunda kim mudda'a alayhi shuni bekitishga yaqin وأما أصحاب مالك فاختلفوا في هذه المسألة İmam Malik'ne o'zining nimasi jumhur bilan billah desak yoki Imom Malik jumhurning ichida bo'lmasligi mumkin. Ham shogirdlari ham shu masalada ixtiloflashib qoldi. Faqala Ibn al-Qasim al-qawl qawl al-mushtari idza ata bima yushbihu bil yamin. Ata bima yushbih degan mushu baza ahvolida oshunchilik ziminni 1 million so'rtilishgan ahvol bo'lsa, bazana shunda Anki ata bima yushbih. Amali ahvolga uyg'un keladigan bir gapni qilgan ekan, qanday qilamiz? Qasam ichib, ba'san gapini hisoblaymiz dedi. Bil yamin degani qasam bilan billa qara'inul ahvol shuni bildigan ekan, ikkisini birlashtirsa kuchli bir narsa bo'lib chiqadi, shundan gap hisoblab ketadi. Bu qasam hozir bu bunda lil istithaq, taxmon puxtalash uchun degan. فإن أتى بما لا يشبهه فالقول قول الشفيع أملت uygun kelmaydigan gapni qilsa masalan shu 1 million olgan uyni amaliyat 1 million so'lga uyni yaqin 200 ming olganda desa yoki 10 millionga olgan deb tursa 1 millionlik uyni olammisan deb 5 millionga olgan deb tursa baza ahvolini bilimizga degandan bu chog'da shafiyaning so'zi hisob وقال أشهب إذا أتى بما يشبهه فالقول قول المشتري بلا يمين أشهب دبته İmam Malik'in şagirdlerinden biri emniyet uygun kıldığın gapni qilsa müşterinin so'zi hisob yani 1 millionlikni 1 millionga sotib oldim sen hisob osh bila yamin qasam ish buzmaymiz ajitsiz va fima la yushbihu emniyet uygun kelmaydigan ahvolda desa 1 millionlikni emas 2 million ya 5 million desa qasam ichadi ekanmiz وحكى عن مالك يعني إمام أشهب إمام مالك رواية عن ممكن أنه قال إذا كان المشتري ذا سلطان يعلم بالعادة أنه يزيد في الثمن قبل قول المشتري بغير يمين إمام مالك دبتو أجر أشوين ستوا وجه يعني مشفوع عليه hukuk davlat bir yanın emiri ya şehir başlığı ya ki sakçı başlığı yanında bu adette ammeyle bilimiz bunun. Binasını setip alsa kımmet setip aldıgan. O adam ya kımmet setip Allah ümmetin diyenme kokap etkitidigan. Yani da zumuger buldandı. Bunda ahval bulab qalsa müşterinin sözü hesap deydi. Qasam ish kuzmaymiz. Bu endi favqulodda bir ahvollar. Wa qila idza ata al-mushtari bima la yushbihu rudda ash-shafi'u ila al-qima. Wa qila degan Imom Malikdan kelgan yana bir aziz qarash. Setvachi amaliyat uygun kelmaydigan bir gapni qildi. Masalan 1 milliondan 2 million dedi. Bunda ahvolda qanday chaqirib qasam buyruq bunda qilib o'tamaydi ekan. Aç ziminning amali bahasini bekitib bilan shu bo'yicha so'zni tutkizdi ekanmiz. Shafiy shuni bilan oldi ekan. Ve kezalike fima ahsabu idza ata kullu wahid minhuma bima la yushbih. Yani ikili ise
Amerika uygun kelmeden gap qilib o'tgan bo'lsa-mu, yana qiymatini baholab shu bo'yicha savdoni tutkizitmaydi. Masalan, mushtari u uyni men 2 million sotib olgan. Amerika 1 million uy bu. Ondan shefimo yo'q buni 1 million sotib olgan bu. Desa, chiqishning gapi Amerika uygun kelmaydi. Undan keyin Amerika qiymatini beksa 1 million chiqdi. Undan 1 million olsa deymiz. Vaqtalafu idza ataqul wahdu minma bi bayyinatin. Endi yuqorqi ahvol hech qanday fakt eklanmagan ahvolda. Ma dalil isbot akilab, manshulga olgan bu, manshulga olgantim, manshulga olganti bu deb isbotlay olsa, va tasawatil adala, ha? Va tasawat fil adala. Fi vama? Bizga yo'q ekan. Mayli, o'xshash. Va tasawat al adala. Ikkili kishininki, ikkili shaxsning adolati, yolg'on gap qilmaydigan, kazzab emas, qo'ymacha emas bunda. Xuddi odam bo'lsa, deyarlik. فقال ابن القاسم يسقطان معا. İkisinin delil bakti tamamı tenkep qalan ekan. Adaldan tenkep qalan ekan, ikisi tushib ketdi. Dalilan ila ta'arada tasaqata dendi. Chunki bu tarjih qilgan bir nima yo'q qo'limizda. Ikisidan tanfudi bu. Qaysini nima sababdan tarjih qilmaymiz? Binaziymi yo'q. Ikisini yo'q hisobda biga qo'yamiz. Wa yarju ila al-asl. Şundan asli nimaga qaytamiz? Min annal qawla qawlul mushtari ma'a yamini. Yani asli qoidani esa setuvchining so'zi hisobda o'zi qasam qildi. Qasam bilan billa setuvchining so'zini hisob qilmaymiz. Wa qala ashhab al-bayyinatu bayyinatul mushtari li'annaha zadat ilma. Unda ashhab bu ahvolda ikkilaylan dil pakta keldi. Manshulga tutgan bu so'zda esa setuvchining dil paktini hisob qilmaymiz, ashhafiyaning dil paktini hisob qilmaymiz. لأنها زادت علما ينبر معلوماتنا فايدة كالشيء معلومات كالشفعة كده. بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم تسليما. كتاب القسمة. أما الملكنا شرك لا أطردا حق إيجلر أطردا تقسم قلش. Manda taqsim qilish kerak bo'lib qoldi ahvol. Miras to'ludi, boshqa shirkatni cho'g'anda masalan. O'zimning haqqini oldim bo'ldi, chiqdim deb qolgan ahvolda shuni taqsim qilish lozim bo'ldi. Wal aslu fi hadha al-kitab qawluhu ta'ala wa idha hadara al-qismata ulul qurba. Mushu bo'limda asos dalil, al-asl deganni biz nimada usul fiqhda ad-dalil degan ma'no keldi. Al-qoida al-mustamirra degan ma'no keldi. Al-maqis alayhi deb keldi. Al-maqis alayhi deb keldi. Al-asl Maqiyasda al-asl degan maqis alayhi. Unda asos dalil degan ma'no. Mushu molni taqsim qilish bo'limidagi asos dalil mush Alloh taolaning shu so'zi. Va idha hadara al-qismata ulul qurba wal yatama wal masakin farzuquhum minhu wa qulu lahum qawlan ma'rufa. Va idha hadara al-qisma mush taqsimat hozir taqsimat tarika demakchi. Mirasni taqsim qilgan chaqda shu so'ringa mirasxo'rlardan boshqa urug' tuqqan, yetim yesir, bichora miskinlik kelib qolsa, ular chiroyli so'z qilib, endi Allohning shariatida mushunda taqsim qilish balki biz mushunda taqsim qilib ham varis so'zni haqqini bermasak bo'lmaydi. Sizga bir narsa tegmaydi ekan, lekin aziz do'stimim ma'naviy ila chiroyli ketinglar deb ko'ngliga yarasha unda bir narsani berib qo'ydim. Istihbaban mustahab. Demak, o'sha qisma degan taqsimot degan mushu mana shariatda o'sha mol dunyosini taqsim qilishning dalili bo'ldi demoqchi. Mirasni bugun taqsim qilgan desa, shu atrofga shunda odamlarimiz chirvilishi mumkin, o'ylig'ish qilib o'tirishi mumkin. O'ttirgandan keyin unda ma palasini silab keslar, ma qozonni ishlatalar deb unda dunyosini bo'lib yo'l soldi. Hozir bu haqida biraz bilmaydi. Lekin bu istihbabni. Hatto shu mirosda vasl vojib degan masala emasmi? Oshunga masalan, dadasining hayotida o'lib ketgan o'g'il, shuning bolalari bo'lib qolsa, unga miros tegmaydi. Shuning shu yaqin zamondagi fuqarolar vasl vojib degan narsani paydo qilib, shu oyatga tayinib turib, berish kerak degandek bir gap qiladilar. Farzuquhum minhu.
Miraslarımın biraz bulmayınca devam ettiğinde miraslarımın sanki biraz durum biraz bir versiyonunda geldi. Şu miras olanın hakkıdan bir ötüp kalıdı olmaç. Yani bu uzun süre ötmey, şu meyitini yerdeki koyup işini tamam boğandan keyin ko'ngli bir arama tushgan chog'da darhol bitirib qilayotgan yaxshi. Bunisi miras olanın hakkı başına ziyafat, yo nazır çıra va kaza ketib qoladi demoqchi. Yana Allah Teala'nın şu ayetinden başka mı delil buldu? Mesela mimma qalla minhu ev kathura nasiban mafruda. Bu ayetin başı lirical nasibun ma tarakal validan vel aqrabun vel nisa nasibun ma tarakal validan vel aqrabun mimma qalla minhu ev kathur nasiban mafruda. Baş ayetin aldığı ayet şu. Az olsun köp olsun nasiban mafruda yani farz olan nasibini ayırış lazım. Taksim kılıp ayırılan gap. Yani onun başka Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şu hadis Cabir radıyallahu anh'ın muttefakun aleyhi hadisinde dedi o qada bi şif'ati beyne şurakâi fîmâ lem yuhsan taksim kılıç diyen nas var degeni bildirir şu. Yani Salih aleyhisselam'ın vakılına tüge vakalıkida ve nebbihum ennel ma'a kısmetun beynehum. Müslüman yani tügege bir günne taksim kılıp başkını taksim kıldığa aşını taksimat kılın asırlık. Ve leha şurbu yevmin ma'lum. Demek aş ayetler, müseyyedisler delil bularıydı. Yani Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Xeyber'ninki zeminini 18 ülüş kılıp taksim kılgan. Yani Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem gazatlarda ganayını taksim kılgan. Ama bu taksimat hazır, bu asırlık. Bu deliller emmese taksimatının delilleri. Ma kitapta tam ve kavlu Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Yani diskute etti. Yani biz delilini bayan kıldık o. Muttefakun aleyhi diske delil akışlık hamdı. Ve kavlu Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem eyyuma darin kusimet fil cahiliyeti feyye ala kısmil cahiliye. Qanda bir öy ev ardın da İmam Malik'nin rivayetinde ev ardın da mükemmel. Cahiliyette taksim kılıngan bolsa, bu cahiliyetten taksim boyunca buldu ötek ketdi demek. Buldu ketdi. Şu boyunca isap. Yani madafil cahiliye demek. Ve eyyuma darin ev ardın adrakahal islamu ve lem tuqsam. İslam etkilep taksim kılmığa alıttı bolsa, o İslam kösetken boyunca taksim kılındı. Feyye ala kısmul İslam. İslam taksimatı boyusunudu. Şu boyunca bir taraf kılmaz. Bu İmam Malik Muvatta'da rivayet kılgan hadis. Hüküm kuvvet mi ya? Balaga şu marasil ya ki munqata rivayet acizim. Ya ki balaga tulab kalsa o marasil tulab kaldı. Yani İmam Malik balagana enne Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem faale keda ve keda ise balagatın. Sa'ud ibn Zeyd şu balagana değil. Çünkü bir yerde aziz sahabe belki tabi'yle çıkkagan rivayet oldu. وَالنَّظَرُ فِي هَذَا الْكِتَابِ Onda ayet ve hadislerden delil geldi. İslam ümmeti mi, ulemalı mı icma kıygan olması. Yani taksim kılıyor. Bunda bir taraf kılış şeriatta da. Demek el-kitab ve sünne ve icma hemmesi şunu gösterdi. وَالنَّظَرُ فِي هَذَا الْكِتَابِ فِي الْقَاسِمِ وَالْمَقْسُومِ عَلَيْهِ وَالْقِسْمَةِ Onda şu bölümde, kitabı kısmında biz qanda nasıl to'xtalmaysa fil qasim taqsim qilg'uchi. Taqsimatni ijro qilg'uchi kadr bo'ldi-ku. Hukumat kadri, islom hukumatining kadrimi bu? Aslında kadrli vardı islom hukumatida. Endi amaldorlar vardı. Qozixonda bilan qildigan injenerlar masalan, hisobotchi shunday odamlar bir ziminni kelib masalan bu mirosxo'rlarni taqsim qilib qo'yishga 5 minutlar men chiqariblar men selektor bilan bir taraf qo'yadi. Chunki hisobmo murakkab. Bu ziminning ko'limini hisoblash, uni qanday taqsim qilish, ko'paytirish bo'lishi murakkab ish bor. Bunga shunda maqsud o'rgangan odamimiz bo'lmaydi. Val maqsumu alay. Maqsum alay degan xuddi mashfu alay degandek bu kimlar bo'ldi? Shuraka. Shuni kimlarga bo'lib berdi? Yani shurakaligi, mirosxo'rlarga masalan. Yoki shirkatdagi shirklar. Val qisma, taqsim qilish usullari. Wan nazaru fil qismati fi abwab. Endi taqsim qilish usuliga kelsak, buni bir qancha babga bo'lib
bahs qilsak bo'ldi. Al-babul awwal fi anwa'il qisma. Shu taqsim qilishning turlari. Taqsim qilishma har turli bo'ldi. Sulh bilan taqsim qilishi mumkin, razilashib bilan. Chek tashlab taqsim qilishi mumkin. Ya kaga yerda hisob qo'yish taqsim qilishi mumkin. Har xil. الثاني في تعيين محل نوع من أنواعها. İkinci bab. Şu taksimat türlerinin her bir türünü qanda o'rinda işletimiz. Yani ma türünü qaysi o'rinda işletimiz deb bekitishdi. Ba'zi bir ishlarda ba'zi bir türü münasib bo'lishi mumkin. Ba'zi bir ishlarda ba'zi türü münasib bo'lishi mumkin. Yani ma yaqbalul qismata va ma la yaqbaluha. Yani bunun türleri deganimdan nima maqsad qilmasa taqsimat qilib belgili bo'lgan ba'zi narsalar belgili bo'lmaydigan. Masalan, aq zamin bo'lsa buni belgili bo'ldi, tamam? Yoki bir tonna ashib qilib qolsa, buni mancha kilodan buni taqsim qilindi. Endi bunda bir uyulib qolsa, buni bo'lsak adam o'taq olmaydigan bir narsa qilishi mumkin. Yoki ba'zi ko'chaga eshik ochilmaydigan bo'lib qolishi mumkin. Yoki bir mashina buni mesela bir şeyler olsa qanday kesib bilan bo'lmaydi. Vasifatul qismati fiha va shurutuha, yani ashunda mesela her bir turda qanda shaklda taqsim qilamiz. Her bir shaklninki taqsim qilish shaklininki shartlari qaysi? Yani fima yaqbalu qisma. Yani taqsim qilib bo'lgan narsaga gap ma'lum. Taqsim qilib bo'lmagan narsadan taqsim qilish boshqacha bo'lishi mumkin. الثالث في معرفة أحكامها. Üçüncü bölüm, üçüncü bab bunun kısmının ahkamlarını biliş. El-babul evvel fi anwa'il qisma. Birinci bab şu taqsim qilishning turlari deydi. Ve nazar fil qismati yanqasma ula ila qismayn. Qismatu riqab al-amwal ve thani manafi'ur riqab. Riqab degan osh narsaning o'zi, nafsi yoki zati degan bo'ldi. عين المال يعني نفس الأموال وذوات الأموال شنو أشمالن özününki ilgiliki şunu taksim qilish malning o'zini taksim qilish deydi va thani manafi'ur riqab şu zimning o'ziningki foyda manfaatini taksim qilish deb ikkiga bo'lindi. Yani foyda manfaatini deganimiz masalan uy bo'lsa o'tirib foydalanish, zimin bo'lsa terib foydalanish, do'kon bo'lsa echib foydalanish degandek. Setib pulni bo'lishish shu riqobul amval degan gap shu. Mashina bo'lsa masalan falon kun ishlatadi, falon kun ishlatadi deyish mumkin. Foydalanishimiz. Lekin shu mashinaning o'zini bo'lsak riqob degan bo'ladi. Ya'ni shu mashinaning ig'dorchiligini o'zini hozir taqsim qiladi. Endi ikkadanga o'tirdan kesibdan parchalab qilsa mashina ishlab kelolmaydi, qanday qilamiz? Uni setib yo baholab, manch pulsining, manch pulning deb bilamiz. القسم الأول من هذا الباب فأما قسمة الرقاب التي لا تكال ولا توزن. Anlaşılan mal-mülkler her xil türge ayrıldı. Bazı narsalar mesela kilolar, tonlar qilgan. Bazı kamchilaymiz, ochliqqa o'xshash va kaza. Yani unda bo'lmagan narsalar, tarazilab, jangliq olmagan narsalar qolsa, shu o'zini taqsim qilishga kelsak, to'qsamu bil jumlati ila thalathat aqsam. Bu 3 turga ayrıldı deydi. Taqsim qilish usuli 3 turli bo'ldi ekan. Birinchi qismatu qur'atin, chek tashlash taqsimoti deydi. Chek tashlab bilan taqsim qilamiz. Ba'da taqvimin va ta'dil. Taqvim degan baholagandan keyin, baho bekitgandan keyin va ta'dil degan ancha-muncha o'zgarish kirgizib bunga. Ancha-muncha tuzashtiramiz endi. Masalan, bu yerda darvoza bo'lgan bo'lsa, ayadan bir darvoza chiqarib, bo'lsak Muhammadam ko'chaga chiqaradigan qilib, uni buni qilib, bunda bir o'zgarish kirgizib, undan keyin bundan taqsim qilamiz demak. Chek tashlashmi islomda usulning birisi. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam ayollarga chek tashlaydi-ku. Safarga chiqib qolsa ayollar chek tashlaydi. Anda shu Zakariya alayhisalomning vaqaligidimi Maryam alayhisalomga kafolat qilishni chek tashlagan-ku. Kimning qalami suvda laylisa shu oldi degandek. Va qismatu muradatun o'zaro razishib bilan razilab bilan bo'ldi. Men razilab bilan bilishildi. Mansila asla anman alayda bilan bilishilish. Ba'da taqvimin va ta'dil. Bu anda baho bekitib
aslında bir o'zgartirishni chigizib qilgandan keyin bo'ldi dedi. Ko'pincha ahvolda aslında kang qilsak, jidallashib ketmaydigan odamlar, esil odamlar shundan ham rozilashib ketadi. Belki shirk bo'lishi mumkin, ba'zi urug' tuqqan bo'ladi, ba'zi qo'lin qo'shni bo'ldi. Endi bir ahvol bo'lsa, taqsim qilish kelib qolsa, mana shirk deylamizmi? Shirk bo'lib qolsa, shirk man qasim maraziyat, umum maraziyatsi bo'ldiysa. Va qismati muradatin bighayri taqvimin va la ta'dil. Endi yana bir turi razilashib taqsim qildi ekan, lekin uni bahona bekitmay, o'zgartirishni kirgizib tuzashtirmaylar. Shu holatdan mansilasini ma'nolaydi bilan razillikdan chiqish. Yo amma ma yukadu va yuzanu fabil kayl wal wazn. Albatta unda kamchilanadigan, kilolanadigan, tonlanadigan narsani tarazilab bilan ayiramiz. Bu oson. Man kilo falan, man sharak falan deb bilan bekit. Al-qismu ath-thani wa amma ar-riqab. Yani taqsim qilgan narsaninki o'zi fayna tanqasimu ila thalathat aqsam. 3 turga ayrildi. Ma la yunqal va la yuhawwal. Uni yutkab aketga olmaydigan, u ham bu yoqqa yurishtirib olmaydigan. Yani g'ayri manqul deymiz buni. Yani mulklarni ikkiga ayiramiz. Manqul, g'ayri manqul. G'ayri manqul degan zimin, uy, bog', bino. Buni ko'tarib boshqaga ketilib bo'lmaydi. Va hiya ar-riba'u wal usul. Riba deganmi zimin, o'yla aram degandek narsa. Wal usul, ziminning ul asos degan ma'noda bo'lsa kerakmi? O'y zimin bu narsalar ko'chirib olib ketib olmaydigan narsalar dedi. Yani ikkinchi turi va ma yunqalu va yuhawwal. Ko'chirib boshqaga olib ketib oladigan narsa. Bu ham bu yoqqa yurishtirib oladigan narsalar. Va hadan qisman bu ikki turga ayrilgan. Imma g'ayru makilin va la mawzun, yani tarozi qo'yilmaydigan narsa, u bo'lsin avval hayvon val urud. Hayvonot, chormallar masalan, chorvalar, yana ikkinchisi tovarlar. Bunlarni ko'chirib olib ketildi, lekin arudinmi kilolanmaydigini ko'zda tutadi. Va imma makilun aw mawzun yoki tarozi qo'yib jinliq bo'ladigan narsa, kamchilik bo'ladigan narsa. ففي هذا الباب ثلاثة فصول. Demek bu üç türlü yok. Demek bu şu babda hazır üç fasıl var. Birincisi fil-riba, yani gayrimenkul, zimin aramlarda. Ve thani fil-arud. İkincisi tavarlar, kilolar, canlılık olmadan tavarlar. Ve thalisu fil-mekili vel-mevzun. Üçüncüsü tarazi koyup canlılık olduğun nesler dedi. والله أعلم بالصواب. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.